Assalomu alaykum qadrli do'stlar, sizlar bilan Tangirov Sanjar. Bugun qanaqa qilib noutbuklarni disk vodini sozlashni o'rganamiz. Ya'ni ko'pchilik noutbuklarda disk solganimizda disklarni ko'rsatmaydi. Buni qanaqa qilib to'g'rilash mumkin? Demak, boshladik. Birinchi u pustga kiramiz, keyin mo'y kompyuterning ustiga mishkani yon tarafini bosamiz va svойство so'ziga qo'yamiz. Svойство so'ziga qo'yganimizdan so'ng bu yerdan dispetcherskiy zadachani tanlab ustiga bosamiz. Ko'rib turganingizdek dispetcherskiy zadacha ochildi. Bu yerda ko'pchiligingizda mana bu ideya ata so'zidan keyin ustiga 2 marta bosganimizda mana bu Intel'ni joyiga bir ikkita yana narsalar turishi mumkin. Ya'ni mana bu yerda uzun so'z turibdi, ko'rib turganingizdek chipset bu ya'ni driveri. Buni tepasida bir nechta narsa turgan bo'lishi mumkin. O'shalarni удалить qilib tashlashimiz kerak va kompyuterimizga перезагрузка beramiz. Ya'ni masalan kimdadirda ikkita, kimdadirda esa bitta turishi mumkin. Masalan, bundan oldin mana ideya atadan so'ng bironta so'z turgan bo'lsa, mana bundan boshqa, masalan, o'shani ustiga mana bunaqa mishka yon tarafini bosib, удалить so'zini bosamiz va o'sha yerda kompyuterimizga hozir перезагрузка berish kerak deb chiqadi. Перезагрузка beramiz. Ko'pchilik esa masalan ko'pchilikda eski noutbuklar bo'lsa, ya'ni aytaylik 2005 2004 shunaqa noutbuklar bo'lsa, diskovod ishlamay qolgan bo'lsa, buni hech qanaqa ajablanadigan tomoni yo'q. Noutbukda DVD-ROM judayam bir slabiy narsa, ya'ni tez buzilib qolishi mumkin yoki umuman aytganda kir bo'lib ketishi mumkin, glazoklari ko'rmay qolishi mumkin diskni. Xuddi insonni ko'ziga o'xshab qarigandan so'ng ko'zi og'irlashib qolishi mumkin. Yanayam ko'pchilik muxlislar masalan o'zbek zo'raki deb chizilayotgan eski disklarni qo'yib o'shani tomosha qilishga harakat qiladi. Ya'ni masalan eski to'ylarni disklarini bironta chizilib qolgan, masalan DVDlardan chiqib qolgan disklarni qo'yishi mumkin. Unaqani esa yangi kompyuterlar ham o'qiy olmaydi. Ya'ni kompyuterni diskavodi bu ko'pincha Windows qilishga yoki bir toza disklarni o'qishga moslashtirib chiqarilgan. Agar siz kompyuterni diskavodini oddiy DVDga taqqoslasangiz, DVD kompyuterdan ancha kuchli keladi. Shunaqa qilib bugungi video urokimiz tugadi. Yana bir bor eslatib o'tib ketay sizlarga. Mana bu dispetcherga kirganingizdan so'ng mana bu ideya atandan bosganingizdan so'ng mana bu yerda narsalar chiqadi. Ya'ni kichik narsa yozilgan bo'ladi. Mana bu yergacha masalan kichkina o'shani удалить qilib tashlaymiz. Albatta yodingizdan chiqarmang, kompyuterga перезагрузка bering. Har bittasini удалить qilganingizda o'shandan keyin noutbukingizni DVD-ROMlari ishlab ketadi. O'shanda ham agar ishlamasa, demak siz kompyuteringizni ustaga ko'rsatishingiz mumkin yoki driverni almashtirishingiz mumkin. Ya'ni driverni almashtirib ko'rishingiz mumkin driverlarni. Ya'ni Google ga kirib driver для DVD-ROM deb yozasiz va chiqqan driverni birontasini skachat qilib va установка qilib bo'lgandan keyin kompyuteringizga перезагрузка berib ko'rishingiz mumkin. Sizlar bilan albatta Tangirov Sanjar bo'ldi. Keyingi video uroklarda uchrashguncha esa xayr, sog' salomat bo'ling.